Yillar davomida Putin bitta asosiy strategiyaga tayanib keldi. Boltiqbo'yi mintaqasini birorta ham o'q uzmasdan beqarorlashtirish. Bu maqsadda qo'llanilgan eng ta'sirchan usullardan biri gibrid migratsiya bo'ldi. Ushbu bosim vositasining asosiy maydoni esa Belarusiyada. Lukashenko rejimi Yaqin Sharq va Afrikadan keltirilgan migrantlarni Yevropa ittifoqi chegaralariga yo'naltirib, yillar davomida qo'shni davlatlarni navbatma-navbat sinovdan o'tkazdi. Avval Polsha, keyin Litva, so'nggi vaqtlarda esa asosiy bosim Latviyaga qaratildi. Ammo endi Latviya bu yo'lni to'sishga qaror qildi. 31-iyul kuni Latviya Belarus bilan chegaradagi oxirgi ochiq nazorat o'tkazish punktini yopdi. Shu tariqa ikki davlat o'rtasidagi quruqlik orqali o'tish amalda to'liq to'xtatildi. Rasmiy sabab juda qisqa edi, texnik nosozlik. Biroq voqealar ketma-ketligi vaziyatning ancha murakkab ekanligini ko'rsatdi. 31-iyul tongida Latviya ichki ishlar vaziri Richard Kozlovisk Belarus chegarasi yopilganini ma'lum qildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi so'nggi ochiq darvoza Paternik nazorat o'tkazish punktida axborot tizimi ishdan chiqqan. Tizimsiz chegara nazoratini amalga oshirish imkoni bo'lmagan. Belarusda bo'lib turgan Latviya fuqarolariga Litva yoki Polsha orqali muqobil yo'nalishlardan qaytish tavsiya qilindi. Chegara qancha vaqt yopiq qolishi ma'lum qilinmadi. Sinni nazorat o'tkazish punkti 2023-yildan beri yopiq ekanligi hisobga olsak, natija aniq. Latviya va Belarus o'rtasida quruqlik qatnovi amalda butunlay to'xtadi. 30-iyul kuni xuddi shu vazir Latviya aholisini Belarusga safar rejalashtirmaslikka chaqirdi. Bu safar sabab texnik emas edi. Belarus olib borayotgan gibrid urush sharoitida xavfsiz safarni kafolatlab bo'lmasligi aytildi. Demak, avval fuqarolarga Belarusga bormaslik tavsiya qilindi. Oradan bir kun o'tib esa oxirgi chegara punkti texnik nosozlik sabab yopildi. Ammo vaziyatni yanada aniqroq chegara xizmati statistikasi ko'rsatadi. Qish oylarida chegara deyarli tinch bo'lgan. Kuniga o'rtacha 2 tadan kam noqonuniy o'tishga urinish qayd etilgan. 25-martdan keyin vaziyat keskin o'zgardi. Shu kundan boshlab chegarada deyarli birorta ham tinch kun qolmadi va kunlik o'rtacha ko'rsatkich 70 ta urinishgacha ko'tarildi. Ayrim kunlarda esa 100 tadan oshdi. Bosimning qayerga yo'naltirilgani yanada diqqatga sazovor. 13-iyul kuni Yevropa ittifoqining Belarus bilan butun chegarasi bo'ylab 42 ta noqonuniy o'tishga urinish qayd etilgan bo'lsa, shundan 41 tasi aynan Latviya chegarasiga to'g'ri kelgan. Xo'sh, chegaraga kuniga o'nlab marta bosim o'tkazayotgan bu migratsiya oqimi qayerda paydo bo'ldi? Buning uchun 2021-yil yoziga qaytish kerak. Aslida jarayonning ildizi 2020-yilgi Belarus prezidentlik saylovlariga borib taqaladi. 2020-yil avgustida Lukashenko keng miqyosda soxtalashtirilgan deb baholangan saylov orqali hokimiyatda qoldi. Keyingi noroziliklar davrida 35 mingdan ortiq odam hibsga olindi va g'arb sanksiyalari kuchaydi. 2021-yil may oyida esa Belarus hukumati soxta bomba tahdidi bahonasida Ryanair yo'lovchi samolyotini Minskka majburan qo'ndirib, muxolif jurnalistni hibsga oldi. Shundan keyin sanksiyalar yanada og'irlashdi. Bosim kuchaygan bir paytda Lukashenko keyingi yillardagi vaziyatni belgilab bergan tahdidni ochiq aytdi. Belarus endi Yevropa tomon harakatlanayotgan migrantlar va noqonuniy moddalar oqimini to'xtatmaydi. Bir necha oy ichida bu tahdid amaliy mexanizmga aylandi. Yaqin Sharqdan keluvchi minglab odamlarga osonlashtirilgan turistik vizalar berildi. Belarus davlat aviakompaniyasi Belavia, Istanbul, Damashq va Dubayga parvozlar sonini 2 baravar oshirdi. Yevropa ittifoqi ichki ishlar bo'yicha komissari Yevropa parlamentida bildirgan ma'lumotlarga ko'ra, Minskka kelgan migrantlar Belarus xavfsizlik kuchlari tomonidan bevosita chegara tomon yo'naltirilgan. 2021-yil noyabrda minglab migrantlar Polsha chegarasida to'planganida Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen vaziyatni aniq ta'rifladi. Bu migratsiya inqirozi emas, bu gibrid hujum. Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki esa bu strategiya ortida Putin turganini ta'kidladi. Yevropa sanksiyalar, favqulodda holatlar va chegara to'siqlari bilan javob qaytardi. Ammo bosim to'xtamadi, faqat uning yo'nalishi o'zgardi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim.
2025-yilda migratsiya oqimi yana kuchaydi. Germaniya rasmiy idoralari baholashiga ko'ra, Germaniyaga noqonuniy kirishlarning qariyb yarmi yana Belarus yo'nalishi orqali amalga oshirilayotgan edi. Demak, 5 yil davomida vosita o'zgarmadi, faqat uning nishoni o'zgardi. So'nggi oylarda esa asosiy bosim deyarli to'liq Latviyaga qaratildi. Nega aynan Latviya? Latviya davlat chegara qo'riqlash xizmati rahbari general Guntis Piatas 9-iyul kuni Latviya radiosiga bergan intervyusida buning bir nechta sababini ko'rsatgan. Birinchidan, Latviya Ukrainaning eng faol tarafdorlaridan biri va Rossiya agressiyasini keskin qoralab kelayotgan davlatlar qatorida. Bunga Moskva uchun ayniqsa og'riqli bo'lgan yana bir qaror qo'shiladi. Mamlakat davlat ommaviy axborot vositalarida rus tilidagi efirlarni cheklash. Rossiya axborot maydonida esa Latviya hududi Ukrainaning Rossiyaga qarshi zarbalari uchun ishlatilayotgani haqidagi narrativ tarqatilmoqda. Bularning ustiga yana bir muhim omil qo'shiladi: yaqinlashayotgan parlament saylovlari. Maqsad jamiyatda norozilikni kuchaytirish, davlat bu muammoni nazorat qila olmayapti degan tasavvurni shakllantirish, aholini bo'lish va raqib manfaatlariga moyil siyosatchilarning keyingi parlamentga kirishi uchun sharoit yaratishdan iborat. Shu tariqa migratsiya bosimi bir vaqtning o'zida ikki vazifani bajaradi: Latviyani Ukraina tarafdori bo'lgani uchun jazolash va ichki siyosiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatish. Chegaralardagi raqamlar bu xavfning ko'lamini ko'rsatadi. Joriy yilning o'zida 7600 dan ortiq kishi chegarani noqonuniy kesib o'tishga urinayotganda to'xtatilgan. 2025-yil davomida esa bu ko'rsatkich 12 mingdan oshgan. Ayrim kunlarda noqonuniy o'tishga urinishlar soni 200 dan oshib ketmoqda. Vaziyat endi raqamlar bilan cheklanmayapti. Kontrabandachilar tobora tajovuzkor harakat qilmoqda. Ular chegara patrul avtomobillariga ataylab urilish holatlarigacha bormoqda. Natijada chegarachilar maxsus vositalardan foydalanish va ogohlantiruvchi o'q uzishga majbur bo'lmoqda. Shu bilan birga chegara infratuzilmasi hali to'liq qurib bitkazilmadi. Shu sababli noqonuniy kirishga urinayotganlarning taxminan 10% to'xtatishning imkoni bo'lmayapti. Chegara xizmati armiyadan kengroq yordam so'radi. Hukumat esa Belarus bilan chegaradagi kuchaytirilgan xavfsizlik rejimini 31-dekabrgacha uzaytirdi. Litva, Estoniya va Finlandiyadan kelgan xodimlar yordami ham davom etmoqda. Shu nuqtai nazardan 31-iyuldagi qaror tasodifiy yoki bir kunlik reaksiya emas. Bu yillar davomida bosqichma-bosqich qurilgan chegara mudofaa tizimining navbatdagi va hal qiluvchi qismi. 2022-yil kuzida Rossiya safarbarlik e'lon qilganidan keyin Latviya Rossiya bilan chegaradagi Pededze va Ventuli nazorat o'tkazish punktlari faoliyatini to'xtatgan edi. 2023-yilda Belarus yo'nalishidagi Silniy nazorat o'tkazish punkti ham yopildi. Bu qaror u yerda xizmat qilgan 50 nafar chegarachini o'rmonlar orqali o'tuvchi yashil chegarani patrul qilishga yo'naltirish imkonini berdi. 2025-yil bahorida sharqiy chegarada qolgan barcha nazorat punktlarida piyoda va velosipedda o'tish taqiqlandi. Faqat avtotransport vositalariga ruxsat berildi. Kuzga kelib Belarusga rejadan tashqari avtobus qatnovlari ham to'xtatildi. Shu bilan bir vaqtda Rossiya va Belarus fuqarolariga Latviyada ko'chmas mulk sotib olish taqiqlandi. 2026-yilda esa bu ikki davlatdan ayrim iste'mol tovarlarini import qilishga cheklovlar kiritildi. Aqlli sensorlar bilan jihozlangan sharqiy chegara to'sig'i qurilishi ham yakuniy bosqichga yetdi. Ammo bu devor ortida Latviya yolg'iz emas. Latviyadagi Adaji bazasida joylashgan Kanada boshchiligidagi NATO ko'p millatli jangovar guruhi brigada darajasigacha kengaytirildi. Kanada o'z strategik rejasida Leopard 2 tanklarini olib kelish va 2026-yilga qadar Latviyadagi harbiylar sonini 2 baravardan ziyod oshirish majburiyatini rasman belgilab qo'ygan. Shunday qilib Latviya tomonida manzara aniq. Darvozalar yopilmoqda, devorlar ko'tarilmoqda va harbiy himoya kuchaytirilmoqda. Ammo xuddi shu vaqtda chegaraning narigi tomonida Minsk mutlaqo teskari yo'nalishda harakat qilmoqda. 2024-yil iyulida Lukashenko 38 ta Yevropa davlati fuqarolari uchun vizasiz kirish tartibini joriy qildi. Bu rejim 2 marta uzaytirildi va so'nggi farmonga ko'ra 2026-yil 31-dekabrgacha amal qiladi. Shartlar ancha yengil, faqat pasport bilan xalqaro avtomobil, temir yo'l nazorat punktlari va aeroportlar orqali kirish mumkin. Har bir tashrifda 30 kungacha qolishga ruxsat beriladi. Polsha, Litva va Latviya fuqarolari, shuningdek Latviyadagi fuqaroligi bo'lmagan shaxs maqomiga ega aholi uchun bu muddat 90 kungacha uzaytirilgan. Minsk bu siyosatni Belarus xorijiy mehmonlar, sayyohlar va biznes hamkorlar uchun ochiq davlat ekanining namoyishi sifatida ko'rsatmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan beri ro'yxatdagi mamlakatlardan 210 mingdan ortiq kishi Belarusga kelgan.
Shu tariqa Minsk bir tomondan Yevropa chegaralariga migratsiya bosimini kuchaytirishda ayblansa, ikkinchi tomondan Belarusni normal va ochiq davlat sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda. 31-iyuldagi Latviya qarori esa ana shu siyosatning o'rtasiga tushirilgan po'lat to'siq bo'ldi. Bu qarorning Belarus uchun to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy zarari dastlab katta ko'rinmasligi mumkin. Chunki Yevropa ittifoqi sanksiyalari va avvalgi chegara yopilishlari har ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hamda safarlar hajmini allaqachon keskin kamaytirgan. Ammo asosiy zarar iqtisodiy emas, strategik. Har bir yopilgan nazorat punkti Belarus bilan Yevropa o'rtasida qolgan qonuniy aloqalardan bir-birini uzadi. Har bir yangi cheklov esa Minskning Moskvaga qaramligini yanada kuchaytiradi. Moskva ham deyarli xuddi shunday qadam tashladi. Latviya qaroridan ro'parosa bir oy avval 1-iyul kuni Rossiya bosh vaziri Mishustin imzolagan qaror bilan Finlandiya, Estoniya va Latviya chegaralaridagi 7 ta temir yo'l o'tish punkti odamlar, transport vositalari va yuklar harakati uchun yopildi. Rasmiy sabab keltirilmadi. Biroq vaqt tanlovi e'tiborga molik edi. Bundan bir necha hafta avval Moskva ushbu qo'shni davlatlarga nisbatan temir yo'l yuk tashish tariflarini 2 baravar oshirgan edi. Qarordan bir necha kun oldin The Guardian Rossiya Boltiq bo'yi davlatlari yoki Polshaga qarshi provokatsiya tayyorlagan bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Bu o'zaro yopilishlar Rossiya iqtisodiyotiga yangi zarba beradimi? Latviya tomonida ham jiddiy iqtisodiy sarosima kuzatilmoqda. Daromadlar xizmati ma'lumotiga ko'ra, tegishli yo'nalish yillar davomida asosan zaxira transport koridori sifatida ishlatilgan, ammo ramziy ma'no juda kuchli. Yangi temir parda endi ikki tomondan bir vaqtning o'zida tushmoqda. Farq shundaki, Moskva Yevropa bilan yo'qotishi mumkin bo'lgan savdoning katta qismini allaqachon yo'qotib bo'lgan. Latviyaning Rossiya bilan sharqiy chegarasida vaziyat Belarus yo'nalishidagidek mutlaq yopiq emas, ammo harakat yo'nalishi deyarli bir xil. Rossiya davlat raqamiga ega avtomobillarning Yevropa ittifoqiga kirishi 2023-yildan beri taqiqlangan. Rejadan tashqari yo'lovchi avtobuslari qatnovi ham bir yil. Zilupe temir yo'l liniyasi esa hozir ochiq qolgan yagona temir yo'l aloqasi hisoblanadi. Bu nazorat punktlari ortida Latviya Rossiya bilan chegara bo'ylab qurib bitkazgan qariyb 280 kilometrlik to'siq joylashgan. Tashqi ishlar vazirligi Rossiya va Belarusdan ayrim sanoat mahsulotlarini import qilishni ham taqiqlaydigan qonun loyihasini ilgari surmoqda. Ammo migratsiya bosimi yana bir jiddiy muammoni keltirib chiqaryapti. U endi faqat Yevropa ittifoqining tashqi chegaralariga emas, a'zo davlatlar o'rtasidagi o'zaro ishonchga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Litvaning yangi ichki ishlar vaziri Latviya orqali kelayotgan ikkilamchi migratsiyani boshqa usullar bilan nazorat qilish imkoni bo'lmasa, ikki mamlakat o'rtasida vaqtinchalik chegara nazoratini joriy qilinishi ehtimolini to'liq rad etmadi. Ammo Belarus bilan yopilgan 173 kilometrlik chegara ancha qattiq geosiyosiy shaxmat taxtasining faqat bitta qismi. Latviya boshdan kechirayotgan vaziyat alohida inqiroz emas. Bu butun sharqiy qanot bo'ylab kuzatilayotgan gibrid bosim zanjirining bir yo'lagi. Estoniya havo hududining harbiy samolyotlar tomonidan buzilishi, Belarus tomonidan ushirilgan sharlar sabab Litva aeroportlari faoliyatining izdan chiqishi va migrantlarning Finlandiya chegarasiga yo'naltirilishi bularning barchasi bir-biriga o'xshash bosim usullaridir. Biroq asosiy o'zgarish Boltiq bo'yi davlatlarining javobidan namoyon bo'lmoqda. Ular faqat mudofaada qolib ketmadi. Latviya va uning ittifoqchilari geosiyosiy bosimni Rossiyaning eng nozik ikki nuqtasi Kaliningrad va Suvalki yo'lagi tomon burdi. Kaliningrad Rossiyaning asosiy hududidan ajralib qolgan Boltiq dengizi sohilidagi anklav. Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi bilan Boltiq dengizidagi strategik muvozanat tubdan o'zgardi. Rossiya floti ochiq okeanga chiqishi uchun NATO davlatlari nazoratidagi Daniya bo'g'ozidan o'tishi kerak. Shu sababli Boltiq floti harbiy tahlilchilar tilida tobora ko'proq qurshab olingan va harakat imkoniyatlari cheklangan kuch sifatida baholanmoqda. Quruqlikda birinchi jiddiy bosimni Litva kuchaytirdi. International Critics Group keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya harbiy rejalashtiruvchilari ham bu xavfni jiddiy qabul qilayotganini ko'rsatadi. Moskva ehtimoliy mojaro paytida NATO Kaliningradni dengizdan blokada qilib, anklavni qamal qilishga harakat qiladi deb hisobladi. Litvaning sobiq tashqi ishlar vaziri Gavrilius Landsbergis bu vaziyatni Ukraina misoli bilan izohlagan. Harbiy dengiz floti bo'lmagan Ukraina Qora dengizda nimalar qilganiga
holatga qarang. Endi Rossiyaning Boltiq flotiga qarshi biz nimalar qila olishimizni tasavvur qiling. Ikkinchi muhim nuqta Suvalki yo'lagi. Bu Kaliningradni Belarusdan ajratib turadigan va Boltiqbo'yi davlatlarini NATOning qolgan hududi bilan bog'laydigan tor quruqlik koridoridir. Yillar davomida u NATOning Achilles tovoni deb ataladi. Endi esa bu hudud bosqichma-bosqich mustahkamlanmoqda. Polshaning sharqiy qalqon mudofaa tizimi va 3 Boltiqbo'yi davlatining qo'shma Boltiq mudofaa chizig'i aynan shu mintaqada bir-biri bilan tutashadi. Latviyaning Adaji bazasidagi Kanada boshchiligidagi NATO brigadasi va boshqa ittifoqchi jangovar guruhlar koridorning shimoliy qanotida joylashgan. Inqiroz paytida Suvalki yo'lagini nazorat qilgan tomon Kaliningrad taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu strategik nuqta esa Polsha va Litva qo'lida. Putin bu mintaqani gibrid vositalar orqali beqarorlashtirishga harakat qildi. 5 yildan keyin esa geosiyosiy xarita boshqacha ko'rinish olmoqda. Rossiyaning Kaliningraddagi harbiy anklavi va uning Belarusdagi ittifoqchisi atrofida NATOning harbiy hamda chegara infratuzilmasi tobora kuchayib bormoqda. Chegara yopilishidan atigi bir kun avval Latviya ichki ishlar vaziri Belarus olib borayotgan gibrid urushni asos qilib fuqarolarni bu mamlakatga safar qilmaslikka chaqirdi. Qishda kuniga 2 tadan kam bo'lgan noqonuniy o'tish urinishlari bahorga kelib o'rtacha 70 tagacha ko'tarildi. Eng muhimi bu strategiyaning tarixiy asosi ham mavjud. 2021-yilda Lukashenkoning o'zi Belarus Yevropa tomon harakatlanayotgan migrantlar va noqonuniy moddalarni endi to'xtatmasligini ochiq aytgan edi. Paterniki nazorat punktidagi chiroqlar o'chgach 173 kilometrlik Belarus-Latviya chegarasi Yevropaning eng sokin front chiziqlaridan biriga aylandi. Eng o'ylantiradigan jihat ham aynan shu sukunat. 35 yil avval bu mintaqada devorlar qulayotgan, chegaralar ochilayotgan edi. Yevropa chegaralar ahamiyati tobora kamayadigan yangi davrga kirayotgandek ko'rinardi. Bugun esa xuddi shu qit'aning sharqida mutlaqo teskari arxitektura qurilmoqda. Okoplar, to'siqlar va yopilgan chegara darvozalari. Ammo bugungi devorlarning maqsadi sovuq urush davridagidan farq qiladi. O'sha davrda devorlar odamlarni ichkarida ushlab turish uchun qurilgan edi. Bugungi to'siqlar esa insonlarni siyosiy bosim vositasiga aylantirishda ayblanayotgan rejimlarning gibrid ta'sirini tashqarida ushlab qolish uchun barpo etilmoqda. Shu sababli kelajak Yevropasida xavfsizlikni o'lchashning g'alati, ammo muhim ko'rsatkichlardan biri chegaraning qanchalik sokin ekani bo'lishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.